SPM'dan portlovchi yangilik. Endi esa siz SPM'da o'qib, yana bir imkoniyatga ega bo'lasiz. Birinchidan, davlat universitetlariga imtihon asosida tayyorgarlik qilish davomida SPM o'quvchilari 6 ta nufuzli xususiy universitetlarga imtihonsiz talaba bo'lishlari mumkin. Ya'ni siz darsga qatnashasiz, DTM hamda sertifikatlarga tayyorgarlik qilishni davom etasiz va shu bilan birga xususiy universitetlarga kirish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Va bu hech qanday imtihonsiz amalga oshadi. Diqqat! 2025-yildan SPM o'quvchilari nufuzli xususiy universitetlarga imtihonsiz talaba bo'lishadi. Keling, ularni birma-bir tanishtirsam. Lekin bitta sharti bor. Buni oxirida aytamiz. Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti, Xalqaro Nordik universiteti, Zarmet universiteti, EMU universiteti, Toshkent kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali, ISFT instituti. Shartlarimiz shundan iboratki, siz SPMda o'qib, o'qituvchilar tomonidan tavsiyanomaga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi va shundan keyin esa SPMning maxsus diplomi sizga beriladi. Va shu diplom asosida siz imtihonsiz talaba bo'lasiz. Siz xususiymi yoki davlat universitetini tanlagan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.